Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Demak, bugungi videoda biz Didox dasturida oddiy hisob faktura yuborishni ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda mana bu yoqda Didox saytiga kirib oldim. Shaxsiy kabinetga kirdim korxonani va bunda mana ko'rishingiz mumkin. Demak, chap tomonda 5 ta qatorlar bor. Birinchisi kiruvchi, demak, hujjatlar bilan ishlaydigan bo'limlar. Bunda korxonangizga kirgan fakturalar, demak, hamma turdagi dokumentlarni shu bo'limdan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi chiquvchi hujjatlar. Chiquvchi hujjatlarda biz har xil turdagi demak hisoblarni yuboramiz va mana shu bo'limdan hisob fakturalarni yuborishimiz kerak bo'ladi. Demak, chiquvchiga o'tamiz va mana bu yoqda sariq bilan belgilab qo'yilgan yaratish bo'limini tanlaymiz. Do'stlar, oddiy hisob faktura yuborish uchun hujjat turida hisob faktura aksiz bo'lishi kerak bo'ladi. Va albatta standartini tanlashinglar kerak. Xo'p, mana bu yoqda endi. Mana bu yoqda do'stlar, hisob fakturani raqamini yozamiz birinchi va hisob faktura yuboriladigan sanani yozishimiz kerak bo'ladi. Pastda ushbu mana bu yoqda kontragent bilan tuzilgan, demak, shartnomaning raqami va shartnomaning sanasini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Pastda kontragent ma'lumotlarida stil ma'lumotlarini, demak, qo'lda kiritishingiz mumkin yoki-da kopirovat qilib o'zingiz to'ldirib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Bu albatta o'sha sizdagi qog'oz shaklidagi qandaydir hujjatdan yoki bevosita bunaqa stil ma'lumotlarini mana shu yoqqa avtomatik kiritishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Demak, pastroqqa tushamiz. Mana bu yoqda endi hisob fakturani ma'lumotlarini kiritishimiz kerak. Mana bu yoqda tovarmi, nima bo'lsa o'shani qo'yishimiz kerak. Xizmatmi? Demak, biz hozir tovar sotamiz. Mana bu yoqda mixik ma'lumotlaridan siz korxonangizga qo'shilgan o'z mixik ma'lumotlar bor. Demak, shu yoqda mana demak, pastroqqa tushganimizda biz hop ishlab chiqaramiz shirinlik mahsulotlarini. Mana unqandurlat mahsulotlari degan mixik tanlayman. Hop, bu yoqda o'lchov birligi dona. Demak, mahsulotni nomi deylik. Hop, 4 soni 1 dona. Narxiga keladigan bo'lsak, har bir donasini narxi bu yoqda QQS siz 42 ming so'm. 42 ming so'mda. Endi buni ustiga mana bu yoqda QQS dan 12%, 5040 so'm minganda 47 ming, demak 40 so'm pul bo'lyapti. Endi tovarni kelib chiqish degan joyiga biz o'zi ishlab chiqargan qilamiz. Oldi sotdi bo'ladi. Bu tovar sotadigan korxonalarda xizmat ko'rsatish yoki ishtirok etmayman degan birorta bo'lim tanlab qo'yishingiz mumkin. Agar sizda mana bunaqa, demak, bo'lim qatorlaridan bir nechta bo'lsa va mana bu bo'lim bo'sh bo'lsa, siz mana bu yoqda birinchi barchasi uchun degan tanlaysizda, mana ishlab chiqarish tanlab qo'ysangiz, mana shu qatoridagi hammasi uchun hozir ko'rsataman. Demak, xo'p, bu yoqda men barchasi uchun tanlayman. O'zi ishlab chiqargan. Hammasi avtomat to'ldirib beradi do'stlar. Demak, agar fakturani yubormoqchi bo'lsangiz, pastda imzolashni ko'rishingiz mumkin yoki-da saqlab qo'yishingiz mumkin. Fakturani, demak, hujjatni ko'rsatish qilsangiz, qanaqa ko'rinishini ko'rsatadi bu yoqda do'stlar. Xo'p, demak do'stlar, ushbu videoni ko'rib, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolardik. Va albatta bizga yana ham ko'proq videolarni, demak, olishda va sizlarga eng dolzarb ma'lumotlarni yetkazishda yordam beradi. Rahmat kattakon.